majburman 110 benzin olishga majbur. Mana akamiz olib keldi. Apparat olib keling, apparat. Qani, mana apparat. Mana olib kelgan benzin. Realniy. Ana 110 dan balani ko'rsatmaydi o'zi. Hammasi 110, hammasi chotki. Menga yumshoq narxdan qilib beryapti. Qimmat bo'lganda to'g'risi aytsam olmasdim. Birinchisi ketdi. Musor tushmasligi uchun ichida setkasi ham bor. Nimaga shunaqa olyapman? Chunki 14 mingdan 110 benzin menimcha shaharda topish qiyin. Har xili bor. 105 chiqadigan aktani bor, 92 deb sotadi через Rossiya. Bu именно eng flowy, eng navorочный shu bo'ladi. Bez detonatsiya mashina zo'r yuradi katta motor uchun. 4 ta tayyor, yana 3 ta solamiz hozir. Mana bu уже 5-chi, bu уже 6-chisi. Benzin hid yoqadi. Menimcha, xudo xolisa bir 5 kuncha yuraman. Ham erta indin to'lgan kunim, toqqa chiqishim kerak. Oilamni olib chiqib, tak что, brata, 5 kundan keyin, 4 kundan keyin yana olib kelarsiz. Maylimi? Quydim mana edi. Tajribadan o'tgan buni pastlarni qo'yganman endi. Yo, qarang dardini aytayapti-da. Birinchi marta olganda gapiryapsiz deydi-da. 20 ta anu mashina turgan mashinalarga bering. 20 ta. Mana bu yerda turgan mashinalarga ham baribir kelyapsizlar, zavod qilyapsizlar, benzin tugayapti. Majburmiz olishga. Hozir mana shunaqa qimmat zo'r benzinidan olamiz, qo'yamiz. Ham bizga yaxshilik, zo'r benzin, zo'r narxga. Ham o'zlari ham tirikchilikda. Tak что, harakat qilgan odam baraka topadi. Ko'ramiz. Endi haydasa bo'ladi. Mana bratan skidka qildi. Hozir mana $100 ga 1 million 300 100 litr benzin oldim. Menga skidka qilib berdi. Rozimisiz? Ayting. Roziman. Aniqmi? Birinchi marta emas, Все bo'ldi.